Assalomu alaykum, Avtoremont Uz kanali obunachilari, sizlar bilan bugun Avtoremont Uz kanali admini. Xudo xolasa biz ijodni yana boshladik. Ma'lum bir sabablarga ko'ra video chiqarolmay qoldik orada. Xudo xolasa ertadan yana gazini boshlaymiz. Sizlar like va podpiskadan podpishka qilib to'salang. Ertaga chiroyli videolarimiz bor, chiqarib o'tamiz. Bundan o'sha videolardan lavhalar. Katta yo'lchilik motor raspidvaldachidan yog' oqish sababi bilan kelishgan. Arzimagan bitta sanlik uchun yog' ketgan, ozgina joy yirtilganligi sababi bilan holat chiroyli qilib bartaraf qilib berdik. Bugun ertaga video davomida ko'rasizlar. Like va podpiskadan podpishka qilib turinglar. Assalomu alaykum, Avtoremont Uz kanali obunachilari, sizlar bilan bugun Avtoremont Uz kanali admini. Xudo xolasa biz ijodni yana boshladik. Ma'lum bir sabablarga ko'ra video chiqarolmay qoldik orada. Xudo xolasa ertadan yana gazini boshlaymiz. Sizlar like va podpiskadan podpishka qilib to'salang. Ertaga chiroyli videolarimiz bor, chiqarib o'tamiz. Bundan o'sha videolardan lavhalar. Katta yo'lchilik motor raspidvaldachidan yog' oqish sababi bilan kelishgan. Arzimagan bitta sanlik uchun yog' ketgan, ozgina joy yirtilganligi sababi bilan holat chiroyli qilib bartaraf qilib berdik. Bugun ertaga video davomida ko'rasizlar. Like va podpiskadan podpishka qilib turinglar. Assalomu alaykum, Avtoremont Uz kanali obunachilari, sizlar bilan bugun Avtoremont Uz kanali admini. Xudo xolasa biz ijodni yana boshladik. Ma'lum bir sabablarga ko'ra video chiqarolmay qoldik orada. Xudo xolasa ertadan yana gazini boshlaymiz. Sizlar like va podpiskadan podpishka qilib to'salang. Ertaga chiroyli videolarimiz bor, chiqarib o'tamiz. Bundan o'sha videolardan lavhalar. Katta yo'lchilik motor raspidvaldachidan yog' oqish sababi bilan kelishgan. Arzimagan bitta sanlik uchun yog' ketgan, ozgina joy yirtilganligi sababi bilan holat chiroyli qilib bartaraf qilib berdik. Bugun ertaga video davomida ko'rasizlar. Like va podpiskadan podpishka qilib turinglar. Assalomu alaykum, Avtoremont Uz kanali obunachilari, sizlar bilan bugun Avtoremont Uz kanali admini. Xudo xolasa biz ijodni yana boshladik. Ma'lum bir sabablarga ko'ra video chiqarolmay qoldik orada. Xudo xolasa ertadan yana gazini boshlaymiz. Sizlar like va podpiskadan podpishka qilib to'salang. Ertaga chiroyli videolarimiz bor, chiqarib o'tamiz. Bundan o'sha videolardan lavhalar. Katta yo'lchilik motor raspidvaldachidan yog' oqish sababi bilan kelishgan. Arzimagan bitta sanlik uchun yog' ketgan, ozgina joy yirtilganligi sababi bilan holat chiroyli qilib bartaraf qilib berdik. Bugun ertaga video davomida ko'rasizlar. Like va podpiskadan podpishka qilib turinglar.